Hello everyone, welcome to the next episode of Article Reading with me. Today's episode is also gonna be in Uzbek. Okay, demak bugungi Article Reading with me seriyamizni boshlaymiz. Bugungi artiklimiz faqatgina bitta paragrafdan iborat. Bittagina paragrafni ko'rib chiqamiz, lekin juda ham zo'r. We will have fun. So, here is our paragraph. Paragrafimizni ko'rib turibsiz. Bu 4 qismga ajratilgan. Va o'ylab ko'ringchi, nima uchun 4 qismga ajratganman? Bu yerda 4 xil rangda qizil, yashil, ko'k va mana bu purple ranglarda ajratilgan va nima uchun deb o'ylaysiz? Video davomida bilib olamiz. Hozir esa keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slaydda bizda bitta video bor. Shorts, juda ham kichkina video. Buni ko'ramiz hozir. Chunki paragrafimiz bizda Gariyev degan shaxmatchi haqida ekanda. Kim ekan? Biroz tanishtirib olaylikchi o'zimizni. Here it is. We have the video. This person is Gariyev. This is Nakamura. I mean, we cannot see the face of Gariyev, but anyways, this person is. The game is very intense. If you know chess, shaxmat bilasiz. What do you think? Who will win? Kim yutadi deb o'ylaysiz? Mana shunaqa vaziyat turibdi. Kim yutadi deb o'ylaysiz? Shuncha odam kuzatib turibdi. So, nima deb o'ylagansiz? Qoralar yutadi deb o'ylaganmidingiz? Aslida durang bo'ldi. Ya'ni qoralarda bitta ana bo'lsa ham nima? Farzand dedim, o'sha farzand bo'lsa ham, lekin yutolmadi. Bu yerda juda ham kuchli o'yin bo'ldi va durang bilan yakunlandi. Anyways, bu Nakamura juda ham birinchi o'rindagi chess player, adashmasam, va o'sha bilan o'ynagan durang bo'lgan, which means this Timur Gariyev is also very good chess player. The best, one of the best, okay? So, we will return to our article. So, here it is. First two sentences. Birinchi qizildagi gapimiz, qizilda ikkita gapimiz bor edi. Bu introduction. Mana bu paragrafda o'zi bo'lsa, bitta article bor. Article ichidagi paragrafda o'zida ham introduction bor ekanda. Bu paragraf qanaqa bir storyga o'xshab yozilgan. Birinchi introduction, keyin qanaqa vaziyat bo'layotganini tanishtirgan, undan keyin esa o'sha conclusiondan oldin ana bo'lgan. Plot twist bo'lgan. Undan keyin conclusion bo'lgan. Mana shunaqa 4 qismdan iborat ekan bu paragrafimiz. Juda ham qiziqarli paragraf. Hozir nima haqidaligini o'qib ko'ramiz. Okay. The scientists first had Gariyev perform some standard memory tests. These assessed his ability to hold numbers, pictures, and words in mind. We have two very interesting phrases. Ikkita juda ham qiziqarli frazalarimiz bor. Birinchisi have someone do something. Have someone do something. Which means biror ishni biror kishiga qildirish. Birinchi gapimizni o'qisak. The scientists first had here have o'tgan zamonda bo'lyapti. Someone do something. Okay? Bizda buni tarjima qiladigan bo'lsak, olimlar Gariyevga standart xotira testlarini, memory tests, xotira testlarini bajarishni aytishdi, bajarishni buyurishdi, bajarishni so'rashdi, bajartirishdi. Ya'ni mana shunaqa tarjima qilsak bo'ladi. Which means scientists aytgan, olimlar Gariyevga mana shuni qilishni aytgan va Gariyev mana shuni qilgan. Testlarni bajargan. Xotira testlarini, uni xotirasini tekshirib ko'rmoqchi bo'lishgan. Keyingi frazamiz hold something in mind. Hold something in mind. Hold means ushlamoq. I am holding the glass. Hold. I am holding. Va in mind bilan birga kelganda bu esda ushlamoq, xayolda ushlamoq, yodda ushlamoq, yodda saqlamoq biror narsani. Hold something in mind. These assessed his ability
uni qobiliyatini o'lchashadi. Mana bu testlar, memory tests, uni qobiliyatini o'lchashdi. Raqamlar, rasmlar va so'zlarni esda saqlab qolish qobiliyatini. Zeiss assessed his ability to hold numbers, pictures and words in mind. Okay? Mana hold something in mind dagi something ni o'rnida nimalar kelyapti? Something ni o'rnida numbers, pictures and words 3 ta narsa kelyapti. Mana shularni esda saqlab qolish qobiliyatini o'lchab ko'rishdi. Okay, bizda kirish qismi bo'ldi. Nima haqida gap ketyapti o'zi? Test o'tkazishibdi Gariyevda va bu testning maqsadini aytib beryapti. Okay, next. Situation. Qanaqa vaziyat bo'ldi? Boshda qanaqa vaziyat bo'ldi? O'sha testlardan keyin. Birinchi gapimizda bitta klassik test, prosta test deyapti, har doimgidek test. Odam nechta raqamni oldinga va orqaga takrorlashini o'lchadi. Misol uchun 10 ta raqam aytadi, 1, 2, 8, 6, 7, mana shunaqa 10 ta aralashtirib aytadi va odam o'shani eslab qolish kerak edi. Boshdan oxirigacha aytib berish kerak, oxirdan boshgacha aytib berish kerak ekan. Mana shunaqa test o'tkazishibdi va soon after hearing them. Soon after degani ko'p o'tmay. Ya'ni odamlar mana shuni raqamlarni aytib berish kerak. Eshitgani zahoti yo'q. Most people manage about 7. Manage means uddalamoq. Uddalamoq degan ma'nosi bor. Ko'pchilik odamlar 7 tagacha uddalashdi. O'rtacha 7 ta deyapti. 8 ta, 6 ta bo'lishi mumkin. O'rtacha 7 ta ko'pchilik odamlar uddalashdi. Ya'ni 7 ta raqamni eslab qolishdi. He was not exceptional. Okay, exceptional degani istisno, alohida emas edi. Ya'ni u ham o'sha 7 ta atrofida eslab qoldi. Unaqa katta farq yo'q edi. Ya'ni oddiy odamlar qancha eslab qolsa, bu ham xuddi shuncha eslab qoldi Gariyev. Risman aytibdi va mana qizilda bo'lmoqda bu. Va biza testlar mana shu test davomida shaxmat o'ynashdan boshqa uni bir qobiliyatli, boshqa narsalarda qobiliyatli deb topmadik deyapti. Boshqa narsalarda hech qanaqa farqi yo'q edi. Prosta shaxmat o'ynashda juda ham qobiliyatli, boshqalarga qaragan. Boshqa hech qanaqa farqi yo'q. Okay? Keyingisiga o'tamiz. Oldingi vaziyat shunaqa edi. Endi plot twist. Plot twist o'zi nima degani? Plot twist degani, misol uchun bir vaziyat bo'ladi, keladi. Shuna burilib ketadi-da, kutilmagan narsa bo'lib ketadi. Okay, plot twistimiz qanaqa ekan? But next came the brain scans. Miyasini skanerlashibdi keyin. With Gariyev lying down in the machine, Risman looked at how well connected the various regions of the chess player's brain were. Gariyev o'sha mashinada, skaner qiladigan mashinada yotgan payti Risman qarabdi. Nimaga uni miyasidagi har xil hududlar, various regions, miyasidagi hududlar qanchalik bir-biriga bog'langanligini qarabdi. How well connected the various regions of the chess player's brain were. Qanchalik yaxshi bog'langan o'sha hududlari, miya hududlari. So the results are tentative and as yet unpublished. The scans found much greater than average communication between parts of Gariyev's brain that make up what is called the frontoparietal control network. Hozircha deyapti, natijalar tentative. Tentative means taxminiy. Natijalar 100% aniq emas, taxminiy, tentative. As yet means hozircha. O'zbekchada prosta hozircha degan so'zga bu inglizcha tarjimasi. As yet something. As yet what? My homeworks as yet undone. Hozircha qilinmagan uyushim. Just like that. Hozircha unpublished, ya'ni publish qilinmagan. Bu hech qayerda bu natijalar aytilmagan, chiqarilmagan. Hozircha.
lekin deyapti skanlar o'sha miya skanerlaganda judayam kuchli o'rtachadan judayam baland bog'liqlik topishibdi, ya'ni communication, munosabat topishibdi. Qanaqa munosabat? Miyani qismlari o'rtasidagi bog'liqlik bor-ku, o'shani communication, munosabat deb beryapti. Miya qismlari o'rtasida munosabat bor ekan. O'sha chess player, shaxmat o'yinchisini miyasida o'rtachadan ancha baland bog'liqlik bor ekan. Va bu miyasini qaysi qismida shunaqa bog'liqlik bor, judayam kuchli bog'liqlik? Frontoparietal control network degan qismida ekan. I don't know, buni tarjimasini bilmayman, bilishimiz ham shart emas. Biologiya, meditsinaga oid nimadir soha, narsa, so'z. Bizada endi ko'rishimiz kerak comparative adjective plus noun struktura berilgan. Ya'ni otni tasvirlashda biz sifat ishlatamiz, to'g'rimi? Misol uchun red car, ot carni bizada tasvirlash uchun red so'zi ishlatilyapti, qizilligini tasvirlab berish uchun. Bu yerda endi qanaqa bo'lyapti? Much greater than average. Much greater than average. Mana shu to'rtta so'zimiz sifat bo'lib kelyapti. O'rtachadan ancha yuqori degan sifat bo'lib kelyapti. Mana shu to'rtta so'zimiz sifat bo'lib kelayotganini bilmasak, tarjima qilishimiz juda ham qiyin bo'ladi. Bu gapdan ma'no chiqarishimiz. Va bundan keyin bizada ot kelyapti, communication. O'sha communication so'zini bu tepadagi to'rtta so'z tasvirlab kelyapti-da. Okay, make up. Make up degani bu tashkil qilmoq. Make up tashkil qilmoq. Easy. 63 ta odam skaner qilinibdi. O'sha 63 ta odamdan bitta yoki ikkitasi mana shu darajada natija ko'rsatdi. Conclusion. Bu yerda ikkitagina gapimiz bor. You use this network in almost any complex task. Mana shu networkni, ya'ni miyasini qaysidir qismi edi-yu, biologiyaga oid termin bor edi. O'sha qismini deyapti siz har qanday kompleks qiyin ishni qilayotganda ishlatasiz deyapti. In almost any complex task. It helps you to allocate attention, keep rules in mind, and work out whether you should be responding or not, said Risman. Risman aytyapti. Mana shu qismi miyangizda o'sha qismi hozir ko'rsataman. Frontoparietal control network degan qismi sizga e'tiborni taqsimlashda, allocate taqsimlamoq, e'tiborni taqsimlashda, allocate attention, keep rules in mind, keep in mind. Keep in mind degani ham bu yodda tutmoq. Boya qaysi so'z ko'rgandik shunaqa? Hold in mind, hold in mind. Bir xil ma'noga ega. Hold in mind bilan keep in mind. Keep in mind, hold in mind. Yodda tutmoq, esda saqlamoq. Qoidalarni eslab qolishda ishlatar ekanmiz. Va biz javob berishimiz kerakmi yoki javob berishimiz kerak emasmi, mana shuni hal qilishda ham ishlatar ekanmiz. Har xil vaziyatlarga har xil javob beramiz, biz reaksiya ko'rsatamiz. Mana shuni hal qilishda ham bizga yordam berar ekan mana shu miyamiz o'sha qismi. Okay. What? Endi bu passage nima haqida ekan? Passageimiz Gariyev degan bitta odam, shaxmatchi, Timur Gariyev shaxmatchi ekan. Mana shu shaxmatchini miyasini tekshirishibdi, har xil testlar o'tkazishibdi va nima uchun bu shaxmatchi bunchalik zo'r, oddiy odamlar bilan bir xilmikan miyasi deb o'tkazishgan ekan. Bu yerda uni miyasini o'sha qismi frontoparietal system bir narsa qismi oddiy odamga qaraganda ancha yuqori bog'langan ekan bir-biriga. Shu sababli u juda ham zo'r ekan shaxmatda. So that is the end of our article reading series. Hope you enjoyed it. If you have, please subscribe, put the like button and share the video with others. Thank you so much for your attention. Bye bye.